Siz uchun bu. Boshqa kanallarda bo'lmaydi. Mana 2200 ming so'mdan Alloh barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Xayri bor, aytyapman, musofirdanman. Pulim barakali, Xudo xolisa deysiz mana. Xayri bor. Bor baraka. Akalar, keyingi partiyamizga ham navbatni berib oldik. Mana keyingi partiyamiz Chiqmaydi, Xudo xolisa. Mana shu narsani oldik, mana shu narsani sotamiz. Xudo xolisa har doim halol bo'laversin. Bor baraka mana aka. Xudo xolisa yengil qo'ylar. Va sariq ekan, u ekan, betayda unaqayda unaqasi yo'q. Xudo xolisa hammasi sifatli, hammasi zotga boqsa bo'laveradi degan vajda. Lekin bitta kelgan, dollarga kelgan degan narsa bo'lmaydi. Bugun yengil bo'ladi, narxlar yer bilan bitta qilamiz, Abrobek. mana bu qo'ylarni ertaga hamma bitta olgan odamga sotaman, yo'q. Yo'q, Bitta olsang ham hamma Farg'onaga bitta olsa, Qo'qonga bitta olsa, Andijonga hammasini dastlabkasi Xudo xolasa hamma yoqqa yetkazib beriladi. Qayergacha dastlabkasini? Qo'ni qo'shni ikki kishi pul yig'ib turib bitta o'rtada olishsa ham muammo yo'q. Abrobek, Xudo xolasa bitta olishsa ham bemalol ketaveradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha boring, ana Samarqandgacha bepul bo'ladi. Hekka. Xudo xolasa Samarqanddan telefon qilsa, bo'ylarini o'lchab bering deb alohida videoni so'rasa, Xudo xolasa 24 soat aloqadasiz. Aloqadamiz. Qo'ylar 5 ta soni. Abrobek, 5 ta. 2 dona qo'chqori bor. 2 dona sovlig'i bor. 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqor. Mana bu sovliq, keyin mana bu narigi sovliq. Mana shu. Ustida Monasi bilan mana ustida bunaqa bitkasi ham bor ekan mana. Qolganlari qo'chqor. Bo'ylari necha qahramonjon bo'ladi endi? Bo'yini bilmadim-u, 60 ga beraveraymi? 60 ga? 60 plus minus. Plus minusi bor. Chunki 55 chiqishi ham mumkin, lekin yosh oyligi yaxshida 2,5 oylik atrofida. Endi buni bo'yliga alik qilgan. Xudo o'tga kirib qolgan. Xotirjam, sutdan chiqqan bu qo'ylar. Sutdan chiqib ekan bular. Bu hamma narsa, qarang, haligi yerdan qarang-da, bir tindir o't bilan to'yaveradi. Ko'klam keldi, shuni ariq bo'ylab chiqarsa, yarim soat, 1 soat qo'yadigan vaqtda bular. Kundan kunga pul qo'shadi ekan. Kundan kunga o'sadi, keyin pul qo'shadi, Xudo xolasa. Endi narxini qahramonjon ko'p maqtamaylik, narxi bilan maqtanaylik. Qo'y o'zi yaxshi, o'zini o'zi maqtaveradi. Biz shart emas maqtashimiz. Ketdi mana 3 million so'mdan kami bor. Qahramonjon, men sizni bo'ldi mana 2 million 900 ming so'mdan ketdi mana. Qahramonjon. Bo'ldi 2 million 800 ming so'mdan. Bor baraka. Qarang mana. Telefon qilishadi, 5 tasini bir yerga olsa yana xayrisi bor. Telefon qilib qahramonjon telefon qilishadi. 2 million 800 ming so'mdan 5 tasini olsa ham 14 million so'm pul bo'ladi. Bir nima o'tib berasiz? Beryapman men. Bir nima o'tib berasiz? Bo'ldi, ob summadan bir narsa xayri bor. Obunachilar aytganimiz bo'lmasin, o'zimizniki o'zimiz kesmagan. Ketdi mana. Mana zo'r narxlar bo'lyapti. Obunachilar tavsiya qilib qolamiz. Bunaqa qo'zilar endi dollardan chiqarib qahramon o'rtoqlarimiz Xudo xolasa yengil qo'yib beradilar. Boshqalarni qo'liga ish qo'ya shu qo'zilar 3 million 200 qo'yishyapti. Xudo xolasa 2 million 800 ming so'mdan zo'r narxlar bo'lyapti. Aloqaga chiqing, telefon qiling. Ishingizni Xudo xolasa bitirganlar bitirib beradilar bundan buyog'iga ham. Hech qo'yib olmasangiz ham Xudo xolasa qahramonjon otangga rahmat deb telefon qilib qo'ysa ham bemalol maslahat kerak bo'lsa ham bemalol telefon qilishaversin. Hech qanaqa haligi ortiqcha gap so'z bo'lmaydi. Telefon qilib rahmat. O'zi qilishyapti ham. Telefon qilib otangga rahmat qo'y olaman Xudo xolasa deyishyapti ham. Mabodo erinishsa, kommentariyada bitta iliq fikr qoldirib ketsa menga yetadi. Keyingi partiyalar ko'rsatamiz Abrobek. Xudo xolasa bundan ham bomba narxlar bo'ladi. 2200 ming so'mdan gap bor. maqtanib qo'yasiz ko'p. 2200 ming so'mdan tildan chiqdi. Bitta ikkita emas, 4 ta qo'y beraman. Hammasi zo'r. Mana obunachilar 2 million 200 ming so'mdan ham 4 ta qo'y beraman dedilar. Video davomida kuzat. Chekib qo'ymang. Oxirigacha ko'ring 2 million 200 ming so'mdan Xudo xolasa video qo'ylar 4 ta qo'ylar qahramonjondan. Mana biz ikkinchi partiyamizni ham boshlab oldik. Ikkinchi partiyamizga Xudo xolasa bo'g'oz va yana bola-ya ular. Bittasi yana bola, bittasi bo'g'oz. Bittasi bo'g'oz. Bo'g'oz ham yaqinda tug'ib beradi, tutib qoladi. Tutib qoladi. Xudo xolasa tutib qoladi, keyin uni narisini qo'chqor tug'ib qo'yibdi. Qo'chqor tug'gan. Qo'chqor tug'ib qo'yibdi, bu ham ishkal. Bu ham ishkal. Bu ham ishkal deydi. Xudo xolasa hazil huzuli qo'ylar zo'r. Abrobek. Xudo xolasa. Ona bolani egasi bo'g'ozlikda olgan ekan. Qirg'izistondan o'tgan ekan. Qirg'izdan qo'y ekan. Bu bola ham Qirg'izistondan sizga ham bo'ladi. Chunki otasi ham qirg'iz, onasi ham qirg'iz. Mana qo'y O'zbekistonniki. O'zbekistonda Xudo xolasa tug'ilib o'sgan, lekin qo'zi. Qarang. Qo'zi bo'lsa ham shunaqa katta qo'y-da. Bu 75 ta uradi bu qo'y. 75 dan banat bu qo'y. 70, Monosi 80 ga bersak, buni 75 plusga beradi. Qo'y bir marta tuqqandan tug'ib bo'ldi, u shu qotdi deb ko'pchilik shu bizda shu fikr bor-da hammada. Yo'q. Shu qo'y tug'di, bo'g'ozib qoldi, bo'ldi, shunday qoldi degan narsa bor. Yo'q, bu qo'zi narsa. Tuqqandan keyin suyak buziladi. Xudo xolasa yana ham o'sish tezlashadi.
Haligi ba'zilar aytadi, 2 tish bo'lib qolsa ham o'smaydi deydi-ku. Qo'y qo'zi 2 tishligida o'sadi. 4 tish, 6 tishligida semirishni boshlaydi. Xudo xolasa qo'y ancha hali bu holatda 75 bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bir yildan keyingi 90 da ham uradigan maj bo'ladi. Chunki ozmoz dalada yetalab yoki masalan, maynaqa kenglikda bir kengroq qo'lida boqib tursa bo'ladi. Chunki haligi bir yerda turgan qo'y pakana bo'lib qoladi, semiraveradi. Bu qo'y yegan hazm qilib yurib hazm qilsa, oyoqlari o'satsa, yana o'sishga foyda beradi. Keyin haligi zotiga ham bog'liq, lek yaxshi qo'yda mana ushlab ham ko'rsataman. Qarang. Badani ham semiz. Ana orqasini ko'ring, bo'yligini. Bo'yligini qarating. Xudo xolasa bir oyga borib bormaydi inshaalloh. Ha, bir oy xudo xolasa yillar ham o'zi. Yilini ham qo'zoq qo'yapti. Bu qo'ziniki birdaniga yilini solib o'zi. Ha, mana ikki endi o'tadi. Hali o'tgani yo'q, qo'zi narsa. Ikkali qo'zi narsa. Kelloshdan qarang, chiroyli narsa-da. Bitlarda jumbo o'zimizda hashak qo'ylardan emas. Bo'yniga o'tib ketib qoldi-yu, lekin yo'tar yangir bosh bo'ladigan bo'lsa yo'q jo'lab. Men bo'yni qattiq ushlaverdim. Ha. Bolasi qo'chqor mana buni. Bu qo'chqor. Ha. Bo'yi 85, bu hali ham yemarkandan qarang. O'shancha ham qarang. Hali ham onasini. Enasini eti ham bunaqa murus surri ko'p ketmagan. Yo'q. Yaxshi, endi eti toshlari yaxshi. Suti ham yaxshi ekan, hali ham suti-da. Orqasiga o'tib qarang-da, hali qo'y toshliga chaqaba ko'rsatmayapti-yu. Suti ham hozir mana obunachilar. Yaxshi. Bu qo'y o'zi qo'z chiqarib berish kerak, o'zi ko'p qo'y chiqarib o'zi. 2 oydan keyin o'zi 2 oy 2,5 oylik o'tgandan keyin qo'y chiqazib beradi. Lekin bu chiqazmayapti. Suti bor ekan hali ham. Bolaga ham yaxshi qilar ekan. Xudo xolasa qo'y qilib olaman, uzoq vaqt bolasini olib yuraman degan obunachilarga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Abrorlik. Bola ham xudo xolasa haligi orqa teng qo'y bo'ladi-yu, yelka. Ashunaqa qo'y bo'ladi. Qarang, yelkasi ham baquvvat qo'yda. Bag'i bilan bari. Enasi bu mehribon qo'y ekan mana. O'zi kelaveradi. Tuqqandan keyin ham ishonchli qo'y obunachilar. Tuqqandan keyin ham qaramay ko'p qo'y qaramay qo'yadi. Shu taraflari ham bor. Qaramay qo'yishi bor. Boshqa. Xudo xolasa bu qo'y bolasiga mehribon ekan. Bolasini o'zi qaramasligi mana bolasiga qaraman bilvasadan bo'ladi. Shunday o'zi et oshlarini ham qarang. Pandacha qilib qo'yibdi-ku mana. Avvalbek baholasa qo'y yaxshi 3-chi bolasi ekan. 3-chi bolasi. Ha, 7 sog' salomatligi zo'r. Bugun keldi qo'ylar, lekin garantiyali qo'ylar. Chunki biz ham tanishib olganmiz. Ha. Aldamaydi, halol odamlar olamiz baholasa. Biz musulmonni bir-birini aldamaydi. Biz ham endi tilimizdan chiqib ketmasin yolg'on, xudo xolasa xudo adashtirmasin. Narxi ham qulay bo'ladi, Avvalbek. Buni qo'yni o'zi maqtaversin, biz o'zimizni pulimiz bilan maqtanaylik. Yo, obunachilarga maqtanib qo'ydim. Qahramonjon bugun narxlar sensatsiya qilib tashlaydilar deb. Qani? Avvalbek, bo'g'ozda alohida gaplashamiz, ona bilan alohida gaplashamiz. Ketdi mana. Bo'g'ozda Edebayda 5 million so'm. Sizni obunachilaringizga 4 million 700 emas, 4,5 million so'm ketaveradi. Pok baraka. 4,5 million so'mga? 4,5 million so'm. Ketaveradi mana, 4,5 million. Obunachilar bormay. Xudo xolasa 1 million emas, 2 million foyda qilishadi. Chunki 6,5 million so'm. Tug'ib qolgan qo'y 6,5 million. Tug'ib qolsa, sog'liq tug'ib qolsa ham bu qo'yni 5,5 million so'mga bozorda bermaydi-da bu qo'ylarni. Bermaydi. Qo'chqor tug'ib qolsa, balki egizak. Xudo bersa egizak tug'ib qolsa u. Xudo xolasa. Ilohim, yaxshi niyat. Yaxshi niyat. Bitta emas, ikkita emas, 3ta tug'ib, muammo yo'q. Ba'zilar bitta tug'sin deydi, ba'zilar ikkita, ba'zilar 3ta tug'sin deydi. Xudo xolasa qo'y holati zo'r. Ko'taradi, semizdan-da. Ko'taradi, nechta bola bo'lsa ham bo'laveradi. Yilini ham boshqa. Mana bu Yana bo'lamiz. Yana bolani gaplashamiz. Yana bolani narxi bolasini o'zi 3,5 million so'm-da. Bolasi o'zi 3,5 million. 3,5 million so'm. Bolasini o'zi 3,5 million so'm, enasini 4 million so'm qo'ysa 7,5 million pul bo'ladi. 7,5 million pul bo'ladi. Abrorbek, siz obunachilaringizga faqat 6,5 million so'm emas. 7,5 million so'm emas. Mana buni 7 million so'mga ketaveradi. Bor baraka. 7 million so'm Qahramonjon. Qo'yga qarasam 7 million so'm. Qahramonjon o'tmasangiz bo'lmaydi bunda endi. 7 million so'm. Yo'q. Ona bola yaxshi, chunki Yaxshi, zo'r. Yana ham 3,5 million, bola ham 3,5 million so'm pul. Yo'q, o'tasiz. 100 ming o'taymi? 100 ming. Bo'ldi 200 o'taman, 6 million 800 ming so'mga ketaveradi. Bor baraka. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetib boradi. Obunachilar ena bolamizni ham tavsiya qilib qolamiz. Bolasini hamma mana degancha kuzgacha xudo xolasa bu yildan keyinga katta qo'chqor bo'lib qoladi, enasi yana qochib qoladi. Xudo xolasa yillab bola olaman deganlar uchun mana tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bolasi ham bo'ladi ekan. Enasi ham chakana kichkina qo'ylardan emas. Xudo xolasa bo'ylarini nechaga beramiz Qahramonjon bo'ladi? 75 plus 80 gacha uradi. 75 plus 80 gacha. 80 ga olsa, ena bolani 80 ga olsa, mononiki 77 chiqdi hozir. O'lchab ko'rdim. Ena bolani o'lchab bilmayman. 80 ga olishaversin. Alohidaki o'zimga bo'g'ozni o'zini yoki ena bolani o'zini video qilib bering, menga tashlab bering desa, xudo xolasa bo'ylarini o'lchab, alohida video qilib tashlab berishadi. Xudo xolasa
telefon qiling ish bitadi. Xudo xolasa buni Qahramonjondan xudo xolasa bitmay qolmaydi. Avvalbek bitta narsada endi maqtanish qo'yib bitta yengil maqtanish bo'laversin. Kecha chiqazgan qo'ylarimizni bo'g'ozlar chiqardik-ku. Aha. Kechqurun e'tiborda ertalabga tug'ib berishdi. Ertalabda telefon qildilar, 7:30larda telefon qildilar. Biz charchab nomimizdagi uxlab qolibmiz, telefon qildilar. Ha, desam, telefon qilib, "O'g'lim katta rahmat, qo'y tug'di." Kechqurun boradi, desam, ertalabga tug'ib berdi dedi. Xudo xolasa barakasi o'zi bilan. 4.300.000 so'mga berdik. 4.400.000 so'mga berdik. Xudo xolasa, mana bir kun o'tmasdan turib 5 million so'mga olaveradi. Chunki bolasi qo'shqor tug'di. 5 million so'm. Bir kunda 600.000 so'm foyda. Yomonmi? Bir haftalik bo'lib qolsin 5.5 million, 6 million pul bo'ladi. Dingillab qolsa, yugurib qolsa, xudo xolasa ikkita qo'y berdim deb hisoblayman. xudo xolasa mana obunachilar, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Telefon qiling ish bitadi, xudo xolasa. Aytilganlar muhim emas. Kelib savdo qilsa yoki telefon qilib savdo qilsa, hammasidan kami bor. Xolasa. Akalar, xudo xolasa bittadan like bosib, bittadan obuna bo'lmaganmisan, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Xudo xolasa bundan bu yog'iga sensatsiya narxlar bo'ladi. Xudo xolasa shu kanal Donch kanalida chiqadi. Shu yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, bittadan hech bo'lmasa kommentariyaga Allohcha yozib keting. Bo'lmasa shu Qahramonjon otangizga rahmat degan kommentariy yozib ketsangiz ham, xudo xolasa sizlarga chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Keyingi partiyamizga qanaqa o'ylash chiqaramiz Qahramonjon? Keyingi partiyamizga yirik qo'shqorlarni chiqarib beraymi? Yirik qo'shqorlarda. Xudo xolasa to'yga boqaman, muzotga boqaman. Hozir shuni olib borib so'yib beraman, qizig'i yo'q. Yerigidan chiqarib beraman, birodar. Keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Akalar, keyingi partiyamizga navbatni berib oldik. Mana keyingi partiyamiz xudo xolasa urug'likka olsangiz, urug'likka xudo xolasa boqqan ekansiz, boqqani hamma turiga bo'ladigan variantlaridan xudo xolasa mana o'zlaring bir ko'rib baho beringlar mana qo'ylarga xudo xolasa. Qahramonjon bularda bir qator ma'lumotlarni bering endi. Xo'p, soni 5 dona, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bu yeb itishlari, sog'ligiga xudo xolasa qanchaga garantiyasini beradi shularni? Xo'p, Abrorbek, yedi ishni sog'liq salomatligi bir hafta 10 kun sinab olishadi. Behijolat undan, lekin oyog'ini sindirib qo'ysa, bo'g'tirib qo'ysa, joniga garantiyasi yo'q, chunki jon Allohniki. Xo'p, yemasa, ichmasa, kasal bo'lgan bo'lsa, gangirosh bo'lgan bo'lsa, behijolat xudo xolasa borgandan keyin bir hafta 10 kun sinab olishadi. Masalan, bugun 25-mart bo'lsa, ertaga uylariga yetib boradigan bo'lsa, 26-mart bo'ladimi? 10 kun sinab oladi. 10 kun. 6-aprelgacha bo'ladimi? O'shangacha xudo xolasa behijolat. Asli 3 kundan oshiq garantiya berishlik yaxshi emas, chunki 3 kundan keyin men bergan ovqat hazm bo'lib chiqib ketib bo'ladi. Ular bergan ovqat kiradi. Lekin xudo xolasa qo'ylarga ishonchli bo'lganligi uchun 10 kun garantiyasi bor. Hozir qo'ylar xudo xolasa qurbonlikka ham, misol boqaman deganlarga ham hozir ham ehsonga so'ysa bo'laveradi, bu qo'ylar o'z etlari ham xotirjam bo'laveradi. Xotirjam bo'laveradi. Qurbonlikka yoki hozir ham qo'ysa bo'laveradi. Chunki kilo oshiga to'g'ri keladi-da, Abrorbek. Bu tortib ko'rmagansiz ularni. Tortadimi? Shular tortilgan. Necha kilo taxmin? Ketdi mana, shu qo'y tortildi, 69 kilo keldi. 69 kilo. 69,5 kilo keldi. Men yarim kilosini kechdim. 69 kilo keldi. Hop, buni sherigi ham bor. Hop, mana. Mana bu sherigi. Bunisi 68,5 kilo keldi. 68,5 kilo. Ketaveradi mana 68,5 69 kilo. 68 ga 69 kilo. Bo'ylarini nechaga beramiz ularni? Bo'ylarini 80 plyusga berakmi? 80 plyus. Xotirjam 80 do'stlar, 85 ham chiqaveradi. Siz 80 plyusga. Xudo xolasa mana bunisi yo'q, yo bunisi yo'q, bunisi yo'q deysiz-da. Xudo xolasa video syomkalarini qilib berasiz alohida. Xudo xolasa endi asosan buni Qahramonjon endi qo'yiladi ko'rsatdik. Endi narxni ham bir o'ta qulay bo'ladi, bomba bo'ladi-da. Bomba qilib bering narxlarni ham. O'tgan safar hali ola o'zim boqqan qo'ylam bor. Talomashib ketdi. Talomashib ketdi. O'sha obunachilik yetmagan endi bunisidan olishadi. Qani bunisini ham endi buni lekin bu savdoniki. Men haligini olib keldim, qo'yni olib keldim. Lekin ular ham boqilgan qo'ylar. Buni ham kimdir mehnat qilib boqqan. Mehnatiga qadrlab, mehnatiga yarasha pul berdi. To'g'ri, menikichalik, men o'zim boqqanimchalik katta, masalan, uni 90 ham bor edi. Netda, masalan, uni 7 milliondan sotildi, 6 million sotildi. Lekin kichkinasidan katta, ko'hlardan katta edi. Abrorbek, siz obunachilaringiz 6 million so'm emas. Bitta aytaman, sizdan so'ramaysiz 5 million 700 ming so'm. Bor aka. Buni dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Samarqandga ham qilib beraman. Kelishsa Samarqandgacha, O'zbekiston bo'ylab. Kelishilsa unga yordam qolishiversa O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Dastlabkasiga yordam qilishadi. Ha, yordamlashadi.
Hammasini bir joyga olsa ketaveradi 5 ming. Telefon qiling, shoshiling, xudo xolasa. Telefon qilsa ish bitadi. Ha, telefon qilsin, hammasidan Xayrisini o'tib berasiz. Xayri bor. Telefon qiling, pastdagi nomerlarga xudo xolasa qahramonga ishni bitadi. 3 ta qo'chqori bor, bitta sog'lig'i bor xolos. Bitta sog'liq. Ha, bitta o'g'lab akisi sog'liq. Mana sog'lig'i. Sog'lig'i ham qo'chqonlardan kam emas. Kam emas. 3 ta qo'chqori bor. Aha. Oq bulut, ola bulut. Bo'g'am gul hammasidan bor. Rang-barang qilib Qaysidan deysiz, hammasidan bor. Rang-barang qilib boqaman deganlarga mana shu. Oq bulutlardan. Ha, xudo xolasa yengil pullari ayniqsa ularda. Abrarbek va'daga muvofiq. Va'da Ayda bermaydi 2 million 200 ming so'mdan. 2 million 200 ming so'mdan ketdi mana siz obunachilaringizda. Faqat siz bosh obunachilaringizga narxini 2 million 200 ming so'mdan boshida mana. bor baraka. 2 million 200 ming so'mdan. Albatta. Va'daga va'da 8 million 800 ming so'm. 9 million devosam ham haligisi yo'q. Vodiy bo'ylab o'ziga, chunki buni ko'p foyda qilmaydi bilasiz. Yo'l kirasiga olib. Qo'shganga ham endi degan kelishamiz deysiz. Yo'l kirasini qo'shib berishadi, ketaveradi. Ketaveradi. 2 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab, mabodo o'zlari kelib ketsa yana xayri bor. Bor baraka. Tanlab olishga qanday kelishamiz uni? Tanlab olishga mana yoqdi deysin, keyin kelishaveramiz. Zarfi bor. Minusi bor. Plyus minusi bor. Asli minusi yo'q, Abrozbek. Hammasi bir xil. Hammasi bir xil, minusi yo'q, lekin plyusi bor deylik. Chunki buni 2 million 200 ming so'mdan Donavayga degan. 2 million 200 Xudo ming xolasa so'mga. ketdi mana 2 million 200 ming so'mdan. Tovuqda narxida deyishyapti, xuddi shunday. Obunachilar 2 million 200 ming so'm. O'tgan yil ham bunaqa narx bo'lmagan. Yo'q. O'tgan yil ham 2 million 200 ming so'mdan qo'yib olib chiqib bo'lgan. 2 million. Ketdi mana 2 million 200 ming so'mdan. Ketaveradi, faqat Abrar arzonchilarga telefon qildim deysa bo'ldi. Bor baraka. Musofirda yuribman aka. Musofirdaman. O'zingiz chiroyli qilib video qilib tashlab bering dastlabkasini deysiz-da. Karta Ha, karta plastik ham savdo bor. plastik ham savdo bor. Plastik ham savdo bor. Musofirdanman. Uyimga yetkazib bering, ukol vaksinalar qilib bering. O'zlari bolamni yetalab ko'chada chiqib boqib keladi deysa, gap bir hafta 10 kun sinab olishadi, ukol vaksinalarni qilib beraman. Vodiy bo'ylab bo'lsa, dastlabkasini ham qilib beraman. Qahramonjon, shu musofirlarga bir narsa o'tib berasiz. Hammasini bir joyga olsa ham bir narsa o'tib beramiz shu musofirlarga kiramizga. Yetti, xayri bor, aytyapman, musofirdanman. Pulim barakali, xudo xolasa deysiz mana, xayri bor. Bor baraka. Gap yo'q. Xudo xolasa obunachilar, narxlar, xudo xolasa sensatsiya bo'ldi. 2 million 200 ming so'mdan barra qo'zilar. Barra qo'zi ham bir kichkina qo'ymas. Kichkina qo'ylar emas. Oldi qo'shdi bir hashakka bir qo'yaman. Xudo xolasa bu qo'ylar boshqalarda qo'lida dollar ham chiqaryapti. Mana shu qo'y Qirg'iziston, Afg'on, battar yo'q. Qanday qo'y shu oq qo'y? Odam guli. Kimdir hamma ham o'zini o'zi qilaveradi, gapiraveradi, chunki hammani o'zini aqli ham bor. To'g'ri. Men avval desam kim ishonadi bu qo'yga? To'g'ri. Hamma aqli bor. Bu inson ahmoqgarchiligiga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Haligi o'zingda sher bo'lsang, o'zingda bek bo'lsang, o'zga sher bo'l deb beradi. Lekin gap 2 million 200 ming so'mdan mana shu narsani oldi, mana shu narsani sotaman. Bir hafta o'tgan sinab olishadi. Kelib ko'rib olaman deganlarga xayri bor, lokatsiyalar tashlab beriladi. Xudo xolasa qo'y arziydi, Murodbek. Xudo xolasa 2 million 200 ming so'mga O'tgan yil ham bo'lmagan. O'tgan yil ham bo'lmagan. Bu yil 2026-yildagi Nar. Aytyapman, faqat siz uchun bu. Boshqa kanallarda bo'lmaydi. Mana 2 million 200 ming so'mdan Alloh barakasini bersin. Joyingiz olsin. Xudo xolasa obunachilar, bugungi video syomkalarimiz shu oxirgi video. Xudo xolasa bundan bu yoqqa bizni kuzatishda davom etish uchun obuna tugmasini bosib keting va bittadan like bosing va kommentariyaga olovchi yoki otangga rahmat degan so'z yozib kelsalar, xudo xolasa biz undan ilhomlanib bundan bu yoqqa ham sensatsiya narxlardagi